O'zbekistonda dahshat yangilik akalar. 1.400.000 so'mdan 48 oyga Kia olib chiqib ketish imkoniyati bor ekan. Bugun men avtosalonga yetib kelganman. Qo'limda jadvallari bor akalar. Bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'ysalaring, men videoyimni boshlayman. Hamma pozitsiyalari haqida ma'lumotlarni beraman. Plus sizlarga mana shu avtosalondan olgan hamma jadvalimni. Necha pul to'laysiz? Eng kam boshlang'ich to'lov bilan necha pul chiqadi? Eng ko'p necha oygacha chiqadi? Hammasi haqida bugun to'liq video bo'ladi. Ichkaridan to'liq ma'lumotni olishni boshlaymiz. Akalar, bundan tashqari Kia avtosalonida K5 bo'ladimi? Seltismi, Sportage yangilangan varianti, hattoki Cerato bo'ladimi yoki mana shu yerda nima deydi? Sarentolar ham bor ekan. Juda ko'p mashinalarga rasochkalar bor ekan. Hozir Sanet haqida tushuntirib berishni boshlayman akalar. Birinchi o'rinda keladigan bo'lsak, Kia Sanetni 3 ta pozitsiyasi bor ekan. Bu ko'rib turganlaring ikkinchi pozitsiyasi bo'lar ekan. Birinchi pozitsiya bilan ikkinchi pozitsiyaning nima farqi bor ekan? Naryoqdan o'tingda bitta ko'rsatamiz. Qarang. Bu shoxini ko'rsatib qo'ying. Birinchi pozitsiyada shoxi bo'lmas ekan. Endi ichki salonlardagi o'zgarishlarni ko'rsatib beraman. Buni qarang. Xo'p, bular materialli bo'ladi. Birinchi, ikkinchi pozitsiya. Birinchi pozitsiyamiz ruchnoy bo'lar ekan. Bu yerda faqat FM radio bo'lar ekan, bunaqa klimat kontrollar bo'lmas ekan, faqatgina konditsioner pechkani nimasi bo'lar ekan. Xo'p, ruchnoy bo'ladi deb aytdik. Bundan tashqari orqasida birinchi pozitsiyasida orqasini ko'rsataylikda mana. Orqasida zadniy kamera bo'lmaydi birinchi pozitsiyasida. Keyin bunaqangi sensorli datchiklari ham bo'lmas ekan. Bu ikkinchi pozitsiyasi, o'shaning uchun zadniy kamerasi bor, sensorli datchiklari ham bor, plus shoxi bor. Ko'rib turibsizlar akalar. Bu ikkinchi pozitsiyasi 8 diska bas, mana shunaqa diskada chiqadigandan bo'ladi. Eng muhimi bu yumshoq bo'ladi. Buni olib chiqqandan keyin mes xadavoy qil, yumshoq balon qo'y degan narsalar bo'lmaydi. Agar yumshoq balon qo'yadigan bo'lsangiz, yana ham yumshoq bo'ladi. Hech eshitdilaringmi aka? Masalan, Kia Sanetni olib yo bozorga olib chiqib sotayotganini, bozorga chiqqan paytimizda ham bitta ikkita ko'rdik xolos, yoki xadavoyga olib borib, xadavoyni yumshoq qilayotganlarni deyarli ko'rganimiz yo'q. Agar sizlar ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiringlar. Umuman olganda Kia avtosalonidagi mashinalarning eng zo'ri qaysi? Xalq bobi qaysi? Necha puldan berganda, necha yilga berganda olamingan bo'lardilaring? Bemalol yozib qoldirsalaring bo'ladi. Endi 3-pozitsiyasida nima farqlari bo'ladi deydigan akalarimizga olib kelavering, ko'rsatamiz. Xo'p. Luki bo'ladi, 8 diska bo'ladi. Bunaqa oddiy diskada bo'lmaydi 3-pozitsiyada. Bundan tashqari cruise control, klimat kontrollari bo'ladi, koja sideniya bo'ladi. Bundan tashqari orqada ko'rsatganimiz sensorli datchiklarimiz oldilarida ham bo'lar ekan. Endi bularning narxi, o'rtasidagi narxida farq bor akalar. Hozir men ikkinchi pozitsiyasiga, xo'p, boshlang'ich 20% dan to'lasangiz qanchaga to'laysiz? 70% gacha, 48 oygacha olish imkoniyati qo'limdagi jadvalni polni ko'rsataman. Siz operator sekin ichlarini, tashqarilarini olib boshlab ketaverasiz. Akalar, 25% boshlang'ich to'lov bilan ham olsangiz bo'lar ekan. Bunda qanaqa bo'ladi? Boshlang'ich to'lovingiz 55.725.000 so'm bo'lar ekan. Endi bunda 18 oyga olasiz. 18 oyga oylik to'lovingiz 9.287.000 so'mdan chiqar ekan. Xuddi shuni ikkinchi pozitsiyani 30% to'lov bilan olaman deydigan bo'lsangiz, boshlang'ich 66 million so'm to'lar ekansiz. Endi oylik to'lovlaringiz 20 oyga bo'lib berishar ekan, o'shanda 7.800.000 so'mdan tushar ekan. Aynan shu ikkinchi pozitsiyaga. Endi akalar, 40% to'lovraman, pulim bor deydigan akalarimizga bo'ladigan bo'lsa, boshlang'ich to'lovi 89 million so'm to'laysiz, 22 oyga bo'lib berishadi. Endi 6 million so'mdan oylik to'lovingiz tushadi. Yo'q, men 50% to'lovraman, pulim bor deydigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, Kia Sonet ikkinchi pozitsiyasiga 111.450.000 so'm to'laysiz, oylik to'lovlaringiz 28 oyga 3.980.000 so'mdan chiqar ekan. Shunaqangi zo'r maza qilib minadigan mashinani 28 oygacha ham olsangiz bo'lar ekan. Akalar, 60% lik imkoniyatni ham qilib qo'ydik. 60% boshlang'ich to'lov qilasiz. Necha oyga bo'lib beradi deb o'ylaysiz? Taxmin qiling. 3 yilga, 36 oyga bo'lib berishyapti ekan. O'zini narxiga bitta pasportga chiqar ekan. O'zingizning nomingizga chiqar ekan. Bemalol olib chiqib kelsangiz bo'laver ekan. Endi 60% 133 million bo'lyapti. Oylik to'lovlari 36 oyga 2.476 million so'mdan chiqyapti ekan. Bittadan like bossalaring 70% ga qanchadan chiqishini ham hisoblab beraman akalar.
atiga 1 million 400 ming so'mdan 1 million 393 ming so'mdan 48 oyga olib chiqib ketsalar ham bo'ladi akalar. Bitta pasportga o'zini narxiga ekan akalar. Mana jadval qo'limda turibdi. 70% 156 million so'm 30 ming bo'ladi. 156 million 30 ming so'm to'laysiz. 48 oyga bemalol olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Tan narxi 222 million 900 ming so'm hisoblanadi. Oylik to'lovlaringiz 1 million 400 mingdan 48 oyga, ya'ni 4 yilga boshlang'ich 156 million so'm to'lagan holatda. Do'stlar, bemalol layklarni bosishlaring mumkin. Bundan tashqari, uni K5imizni Comfort Plus, K5C Comfort Plus narxi 419 million so'm yozib qo'yishdi. Mana 419 million ekan. Cerato ham bor akalar. Cerato'imizni narxi bo'ladigan bo'lsa, Luxi 17 milliondan boshlanar ekan. 384 millionlisi xuddi shunisi bo'lar ekan. Bundan tashqari bag'dan ham ko'rsataylik. Sportage'da eski tashqi ko'rinishdagisi restyling emas. Sportage'da 449 million so'mdan boshlanar ekan. Bu ham 449 million 900 million so'mlik ekan, Luxi ekan. Kia Sportage'da Luxi. Endi akalar, menga Kia Sportage'da oldi yangilangani kerak deydigan bo'lsalaring, bularimiz akalar 454 million so'mdan boshlanar ekan. Bu 619 million so'mlik ekan. X-Line 454 million 900 ming hisoblanar ekan. Sorento minaman degan akalar bormidi? Sorento 636 million so'mdan boshlanyapti. Sportage Plus endi 771 million so'mga masha bo'ladi. Yo'q, menga oilaviy minaman degan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, Kia Carens tavsiya qilamiz. Kia Carens bo'ladigan bo'lsa, akalar 339 million so'mdan boshlanadi. Xuddi shu 339 million so'mlik model ekan. Bitta ko'rib qo'yinglar, ichlarini ham bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Bu 6 kishilik o'rindiqli bo'ladi. 7 kishi ham joylasangiz bo'ladi. Orqaga 3 kishi o'rinsiz bo'ladi. O'zi asli 7 kishilik deyiladi. Endi 6 kishi bemalol ketsa bo'laveradi. Akalar, oilaviy mashina nima deyapti? Sizlarga yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, Farg'onadagi Kia avtosalonga tashrif buyuradigan bo'lsalaring, rassrochkalarni qilib berishadi. Kia Sportage'da eski mordasiga, mana shu eski restyling bo'lmagan modeliga rassrochka bor ekan. Yangisiga faqat naqd pulga sotib olsalaring bo'lar ekan. K5 ga ham bor ekan akalar. Buni ham agar K5 da ham rassrochkasini chiqarishimizni xohlasalaring, bemalol kommentariyaga K5 da rassrochkasini ham chiqaring deb yozib qoldirsalaring, keyingi videolarimizni albatta chiqaramiz. Hali ham obuna bo'lmagan bo'lsalaring, obuna tugmachasini bosib qo'yishni esdan chiqmasin.